Assalomu alaykum do'stlar. Bizda 5-savol. Kam harakat kasbiga yosh ayol, bo'yi 1.6 va tana vazni og'irligi 50 kilogramm. Shifokor tavsiya qilgan mashqlarni bajarmayapti. Ovqatlanish bo'yicha anamnez kuniga o'rtacha 100 gramm uglevod, 20 gramm oqsil va 40 gramm yog'dan iborat taom qabul qilyapti ekan. Ayolning vazni, parhezi va ipodinamik hayot tarziga asoslangan holatda quyidagi berilganlardan qaysi biri shifokor tomonidan to'g'ri tavsiya hisoblanar ekan? Xo'sh, bizda amaldagi holat, ya'ni u ayolda faollik juda ham past, chunki ipodinamik, ya'ni kam harakat kasbda ishlaydigan ayol ekan va har kungi mashqlar, ya'ni shifokor tavsiya qilgan har kungi mashqlarni bajarmayapti ekan va bo'yi 1.6, vazn esa 50 kilogramm. Endi ovqatlanish kunlik ratsion miqdori juda ham past hisoblanadi. Ya'ni 100 gramm uglevod, 20 gramm oqsil va 40 gramm yog'dan iborat ekan. Chunki oddiy misol 20 gramm oqsil yeyaptikan, lekin normada bir kunimizda eng kamida 50 grammgacha oqsil yeyishimiz kerak. Chunki oqsillar juda ham ko'p reaksiyalar, organizmda boradigan reaksiyalar uchun ko'p fermentlar hisoblanadi va bilamiz, oqsillar defitsitini ham kuzatilishi mumkin. Ya'ni oqsillarning ba'zi bir turdagi oqsillarning kamayishi hisobida organizmda defitsitlar kelib chiqadi va ular turli xil kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Endi shikoyat va tavsiyalarimiz bu bizda ovqatlanish rejasi, ya'ni tarkibni o'zgartirish. Misol uchun 100 gramm uglevod deyilyapti. Buni normadan ko'ra ancha ko'proq bo'lganligi uchun uglevod miqdorini kamaytirishimiz kerak. Oqsil miqdorini aytib o'tdik, 20 gramm deyilyapti, lekin o'rtacha 50 gramm, ya'ni 60 grammgacha uglevod oqsil yeyishimiz kerak va sog'lom yog' bu 40 gramm, bu norma hisoblasak ham bo'ladi, bir kunlik uchun, ratsion uchun yetadi. Jismoniy faollik, ya'ni har kungi mashqlarni qilishimiz kerak. O'zimiz sog'lig'imiz uchun juda ham ahamiyatli bo'lgan, misol uchun suzish, yoga, turli xil jismoniy mashqlar va yengil atletika, yengil sport turlaridan biri bo'lgan yugurishni ham amalda qilishimiz kerak. Bu mashqlar uchun kamida 30 daqiqa, ya'ni yengil mashq, ya'ni yurish, suzish, yugurish, shunga o'xshash mashqlarimiz uchun 30 daqiqa bir kunligimiz uchun norma hisoblanar ekan. Ya'ni va gipodinamiyani yo'qotishimiz ham kerak, ya'ni har kuni qadamlarni ko'paytirish. Bu o'zimizning sog'lig'imiz uchun juda ham ahamiyatli hisoblanadi. Endi kutilayotgan natijalar metabolizm tezlashtirish, ya'ni shu ovqatlanish ratsionidagi moddalarga juda ham ahamiyatimizni qaratishimiz kerak va muskullar atrofiyasini, ya'ni muskullar ortishini ham ta'minlashimiz kerak va umumiy farovonlik, ya'ni kam harakat kasbda ishlaydigan ayol umuman mashqlar qilmayotgan, shifokor tavsiya bergan. Bularni oldini olishimiz kerak va tana vazn indeksi bilamiz, boshdagi savollarda ko'rib chiqqanmiz, TVI'ni ham yaxshilashimiz va metabolizmni tezlashtira olishimiz kerak do'stlar.